Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga hayotning qaysidir bir qismida tish olish jarayonidan keyin qilinishi kerak bo'lgan va qilinishi kerak bo'lmagan maxsus tavsiyalarni berib o'tmoqchiman. Eng avvalambor tishlar olingandan so'ng siz bo'ldi. Vrach qabulida hamma dorilarni, tushuntirishlarni oldingiz va uyingizga bordingiz. Bunday holatlarda ko'p holatlarda kuzatiladiki, bemorlar og'iz bo'shlig'iga qo'yilgan ya'ni qonni to'xtatishga qaratilgan tamponlarini erta tashlab yuborishadi. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki olingan tishi o'rnida qon laxtaklari paydo bo'lib olishligi uchun imkon berishingiz kerak. Ya'ni bu imkon bu vaqt masalasi. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida o'sha tamponni kamida 1 soat davomida ushlab turishingiz talab qilinadi. Chunki aynan shu vaqt ichida olingan tishingiz o'rniga qon laxtaklari paydo bo'ladi va paydo bo'lgan tish laxtaklariga tashqi tarafdan og'iz bo'shlig'idagi boshqa sohalarda joylashgan infeksiyalar ayni o'sha jarohat o'chog'iga kirib joylashib olmasligiga to'sqinlik qilib turadi. Shu sababdan ham qo'yib qo'yilgan tamponlarni birdan olib tashlashlik bu mutlaqo xato hisoblanadi. Va albatta tish olingandan keyin zudlik bilan uyquga ketish, ya'niki tish olish jarayoni biroz qiyinchiliklar bilan o'tgan bo'lsa, bemorlarimiz charchaydi. Bunday holatlarda uyiga borgandan keyin qulay joyda uxlab qolishadi. Bu ham to'g'ri emas, chunki siz uxlab qolganingizda og'iz bo'shlig'ingizdagi qonni kontrol qila olmaysiz. Ya'ni u ko'p ajralayotgan bo'lsa, uni tupurib turishlik kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa qo'yilgan tamponni mahkam tishlab turishga tavsiya berilgan bo'lsa, uni tishlab turishni siz kontrol qila olmaysiz. Buni oqibatida ko'p qon yo'qotishga sabab bo'lib qolishligi mumkin va bu hayotda xavfga qo'yish bilan barobar bo'lib qoladi. Ana endi keyingi xatoligimiz og'iz bo'shlig'ida tishlaringizni oldirgandan keyin o'sha kunning o'zidayoq og'iz bo'shlig'ini antiseptik vositalar bilan chayish. Bu ham xato hisoblanadi, chunki endi paydo bo'layotgan yara ichidagi qon laxtaklari siz og'zingizni chaygan vaqtingiz yuvilib chiqib ketadi va buning natijasida tishingiz olingan sohada qon laxtaklari paydo bo'lmaydi, balki u to'g'ridan to'g'ri ochilib qoladi va keyinchalik paydo bo'ladigan o'sha sohadagi alivelit yoki bo'lmasa astit kabi kasalliklarga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Va albatta bundan keyingi muhim narsa stomatolog vrachingiz tarafidan yozib berilgan antibakterial dori preparatlarni qabul qilmaslik. Bu ham og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalarni ko'payishiga qarshi ta'sir ko'rsatadigan vosita hisoblanadi. Siz uni qabul qilmasangiz, og'iz bo'shlig'ida bakteriyalar o'z-o'zidan ko'payib, ularning massasi ko'payishi natijasida tish olingan sohada ular borib koloniya hosil qiladi, birlashib olishadi va o'sha joyda qo'lansa hid kelishligi, yaraning bitmasligi, o'sha sohadagi yallig'lanishning normadan biroz o'zgarib ketishligi va patologiyaga aylanishligi, buning natijasida og'riqlar, shu jarohatning bitmasligi kabi asoratlarga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Ana endi yana bemorlar tarafidan qo'yiladigan xatolar olingan tishni o'rnida birlamchi stomatolog vrach tarafidan qo'yib berilgan tamponni olib tashlagandan keyin o'zlari tampon yasab shu joyga bosib yurishligi. Ba'zi hollarda sutka davomida o'zlari qo'ygan tamponni o'sha tarafda ushlab turadi. Bu ham o'sha sohada anaerob bakteriyalarning ko'payishiga sabab bo'ladi va bu keyinchalik og'riq, qo'lansa hidlarga, yara atrofini yallig'lanib shishib ketishligiga, yiringlash jarayonlariga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Bu ham xato hisoblanadi. Bemorlarimiz tarafidan qo'yiladigan xatolardan biri olingan tish sohasida qon ketish 3-4 soat davomida kamaymasa yoki to'xtamasa, to'xtab qolar, o'zi to'xtaydi degan umidda o'z vrachi bilan bog'lanmaslik, ya'ni vrachini xabardor etmaslik, buni ta'sirida ko'p qon yo'qotib qo'yishlikka sabab bo'lib qoladi. Agar tish olish muolajasi qiyinroq o'tgan bo'lsa, albatta siz 3 sutka davomida, ya'ni 72 soat ichida stomatolog nazoratida bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'sha olingan tishingiz sohasini antiseptik ishlov berish maqsadida shifokoringizga murojaat qilib, uni qabuliga yozilib, uni ko'rigida bo'lishingiz tavsiya qilinadi. Bu ham o'ta muhim sanaladi. Tish olish jarayonini oddiy holat deb o'ylab
o'z sog'lig'ingiz haqida qayg'urmay beparvo bo'lishingiz ham mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta kommentariyada, izohlarda fikringizni bildiring. Savollaringiz bo'lsa bizga yo'llang va biz albatta savollaringizga javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.